alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Tabiiy gullar va sun'iy gullar olamiga xush kelibsiz. Hozir bizni kanalimizda mana shu tabiiy gullardan Lelinskiy degan gul ekib ko'rdim. Prova uchun hali birinchi yil. Ekkanimga 5 kun bo'lib qoldi. Mana natijalari ko'rinishni boshladi. Mana shunday одноразовый idishchada 15 tacha piyoz ekdim. Shundan hozircha 3 ta chiqdi. Yana qolgan piyozlari chiqsa, qolgan nimalari ko'chatlar chiqsa, tayyor bo'lsa, yana sizlar bilan bo'lishaman, aziz obunachilarim. Bu gul piyozli gul ekan, aslida Lelinskiy degan gul. Sizlar bilan birgalikda barchasini qilib o'stirib ko'ramiz natijasini. Mana azizlarim.